Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. İmam Bukhari Hazretleri'ninki bugünkü dersimizin devamında Cenab-ı Resulullah'ınki hadislerden Bab-ı salati ilel anazeti deydi. Yani asıga qarab namaz okuş. Yani bu şundaqla bu süre hakkında biz toxtulup atkan tuqamda. Bugün bir yerde asıga qarab namaz okuş hakkında toxtulup attı. Bu 499 numaralı hadis. Hem de bu ba'zanlar harbi bilen mesela anazani o'xshash deb qaragan. Ishkilisi o'xshash hemen dash kelimalar deb. Lekin ba'zanlar sal farqli deb qaraganlar bo'lgan. Lekin bu yana shundaqla kichik shunda tig'va kichik osilani. Telib mang'an narsa emas bu. Masalan bizga qo'yayotgan o'xshash nima qilib ya g'azan qaqilgandek ma shakldagi bir aslar bor. Telib mang'an ma cho'nglarning va qirlarning ostida sal uzunroq. Ashuna aslini demoqchi bo'lsa kerak. Bu 499 numaralı hadis bu hadiste İmam Buxoriy Hazretleri bizga odam hadis so'zlab bergan dedi. Bu kishi İmam Buxoriyning ustozi tarjimali boshida o'tgan. Bu kishi dedi bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan dedi. Shu'ba dedi bizga Avn ibn Abi Juhayfa hadis so'zlab bergan bo'lib, dadamning bundoq deganligini anglagan edim dedi. Yani Ebu Juhayfa degan kishi mavamda. Avn o'g'li bu kishi dedi Cenab-ı Resulullah bir kun qaq shu vaqtida qishimiz chiqdi-da. Tarat suv keltirilgandan keyin Rasululloh tarat edib bizga peshim asrni o'qib berdi. Rasulullohning oldida shu vaqtda bir hosibati ayollar eshak charpayda shu aslidagi keyin tarafdan o'tgan dedi. Ba'zi sizlarniki manbalarda masalan ayol kishi o'tsa namozning oldidan buzilganlik haqida hadislar bor, mazmunlar bor. Bir qism faqihlar shu hadisni zohir holatda qabul qilgan. Lekin endi bu yerda eshak ayollar o'ssa namozga chiqqanda ta'sir bo'lmagan deb shundoq deydi. Xo'sh. Endi tuvanda 500-numurli hadisda Imom Buxoriy Hazratlari bizga Muhammad ibn Hatim ibn Bazi' degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shundoq deydi. Bu kishiga tarjimali boshda o'tmagan. Bu kishini Abu Bakr kunyasi bilan o'zi mashhur. O'zi ham shu Bag'dodlik, Basrlik odam. Bag'dodda yashagan. O'lib ketgan vaqti xotirlanibdi. Bu odamning o'lib ketgan vaqti 249-yili to'g'ri keldi hijriyaniki. Demak bu zotmi bugungi mush Iroqniki Bag'dod shahrida qabrsi. O'ziniki mush ishonchlik ekanligi bilan mashhur. Ulamolar orasida masalan Imom Zahabiy bo'lsin, İbn Hajar Asqaloniyli bo'lsin, bular ishonchlik deb ta'riflagan. Demak, bu nihoyat buyuk nom hamda. Bu kishiniki hamda bir qancha ustozlar bo'lgan, masalan Fazl ibn Dukayn, Yahya ibn Abi Bukayr qatorliq. Bularniki biz nurg'un qatam masalan tarjimon degan bu ustozlarniki. Endi bu kishiniki shogirdi faqat bu yerda bir necha bo'lishi mumkin. Lekin bizga hozir yetib kelgan shogirdi ikki faqatlar. Biri Imom Abu Dawud Sijistoniy bu adam nomidan 9 tane hadisni o'zining kitobida chiqargan. Yani biri İmam Buxoriy Hazretleri. İmam Buxoriy Hazretleri mi bu kishiniki nomida 3 hadis chiqargan. Demak bu İmam Buxoriyninki ustozi sanaladi bu kishi. Endi bu zot dedi bizga Shazan hadis so'zlab bergan dedi. Shazan Shu'badan. Bularning tarjimasi o'tdi o'g'aya. Bu kishi Shu'badan, Shu'ba Ato ibn Abu Maymunadan bayon qilgan bo'lib, Anas ibn Malikning mundaq deganligini anglagan edim dedi. Hazrat Anas payg'ambarimizning xodimi bo'lgan avvallarni sifatlab berayotgan gap edi ataga. Janob Rasululloh hajga chiqqan zamonlar men va boshqa bir yana bir xizmatchi bo'layotdi. Biz tang keyindan alsirab shu ergishib boratdik dedi. Bizni bir hasavati dedi. Bu yerda shu aslidagi 3 xil shaklni bayon qilibdi. Birisi hamda telib bo'lgan hasa ya sanjiydigan hasa tig'iva. Mishqil hasa bor dedi bizda. Yani biri bizda mana afquryapti. Suva afqur. Rasululloh hajitidan bekor bo'lgan vaqtida, ya'ni cho'ng tarat qilib bo'lgan vaqtida Rasululloh hamda hajitni ravo qilib bo'lganda biz suvni berib to'xtaydi. Bu yerga idova degani hamda shu afqur deyilgan. Lekin bu shu vaqtdagi masalan tulum afqurlar, terdan yasalgan tulum afqurlar. Bu Anas ibn Malik payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning huzuriga xizmatchi bo'lib kelgan vaqtida 10 yosh.
Resulullah ölüp ketken vaqtida 20 yaş. Nəhayət uzun ömür görgen büyük sahabalarınki biri. Ta ölüp ketkiçlik Cenab-ı Resulullah. Resulullah'ınki hizmetini kılgan. Büyük zat oldu. Demek Resulullah'ınki şu ailevi turmuşu evvellerin bir yerde süpetlep bir batır bir yerde. Hem de tüvendik babda İmam Bukhari Hazretleri Mekke'de olsun ve Mekke'den başka orullarda, şehirlerde olsun sutur kılış gerek dedi. Yani Mekke'de suturga muhtaç emas dediğin göz qarashqa bu yerda İmam Bukhari bab arqılıqlan bu yerda xotim bir vatıda. Bu 501 numaralı hadisde bizge Sulayman ibn Harb hadis sözlep bergen dedi. Sulayman dedi bizge Şuba hadis sözlep bergen Hakemdin. Hakem Abi Juhayfa'dan bayan qilgan bo'lib, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam qaq tushda chiqib keldi deydi. Bizning qishimiz keldi. Bethada peşim esirini okudu. Şirketli qasr qilib. Betha bu minaga yaqin bir joy ham ayni vaqtdagi. Resulullah'ın oldiga shu yerga bir hasidin birini tiklab qo'ygan dedi. Tarat oldi. Kishilar Peygamber sallallohu alayhi vasallamning shu tarat suyini tolishib, o'zlari so'kishib ketgan, suvab ketgan deb shundoq deyilgan. Hamda sutura qilib o'qishninki nihoyatda muhimligi ta'kidlanadi. Qanday yerda bo'lsa, imkoniyatli bo'lsa. Ammo lekin Kabe'ning atrofida namoz o'qilgan kishilar qanday qildi degan vaqtida bu yerda bu tavofchilarning o'rni bu. Namoz qilganlarning o'rni emas ko'pincha. Bu nafl namoz o'qib oladigan shu yerda shunday kishilar bor. Bu yerda qanday qilamiz degan vaqtda o'taveramiz. Bu namozxonning o'rni emas, bu tavof qiluvchilarning joyi. O'sha jiroqroq yerga birib o'qisa bo'ladi. Şuna İbn Seymin rahmetullahi aleyh şu meseleler kelgan vaqtda bu tavafçılarning o'rni bunda holatda harom bo'lmaydi, oldida o'sib bo'ladi degan bu odam. Chunki sening haqqing emas bu. Masjidning neda o'qsang bo'ladi sen. Lekin tavofni Kabe'ni jiroqiyat qilolmaydi dunyoda. Kabe'ni oldida qildigan ish deb shunday degan. Bugungi darsimiz mushayish bo'lgan. Sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.